bu ummatning ichida, ummatu Muhammadiyaning ichidagi har bitta kishi Alloh taoloni yaxshi ko'raman deydi. Bu namoz o'qiydimi, o'qimaydimi, aroq ichadimi, aroq ichmaydimi, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedimi, hammasi Allohni yaxshi ko'raman deydi. Lekin Alloh taolo ana shu o'ziga bo'lgan muhabbatni bandalar isbot qilishini talab qilgan. Biz isbotlashimiz kerak. U isbot nima? Alloh taolo aytadi: Astagfirullah, qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim. Mana shu oyat siz bilan bizdan isbotni talab qilyapti. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar sizlar musulmonlar Allohni sevsangiz, Allohni yaxshi ko'rsangiz, menga ergashinglar. Shunaqa deb ayting. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni mag'firat qiluvchi mehribondir. Tushunalingmi? Allohni yaxshi ko'ramaymiz degan da'voyimiz bo'lsa, Muhammad alayhisalomga ergashishimiz kerak. Aks holda bizni Allohga bo'lgan muhabbatimiz yolg'on bo'ladi va Allohning bizga ham bo'lgan muhabbati bo'lmaydi. Shu sababdan bu ummat kishilar ikkiga bo'lindi. Sunnatga ergashadiganlar va bid'atni joriy qiladigan bid'atchilar. Bid'atchilar kimlar? Alloh taologa yaqin bo'laman deydi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatidan boshqa yo'l bilan. Payg'ambarimiz ko'rsatmagan ishlarni qiladi-da, shu bilan Allohga yaqin bo'laman deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Buxoriydan keltirilgan hadisda: "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Meni ummatimdan har biri jannatga kiradi. Faqat bosh tortganlar kirmaydi. Kim bosh tortadi yo Rasululloh deb so'rashganida, Rasululloh aytdilar: "Kim menga itoat qilsa, jannatga kirdi, kim menga itoat qilmasa, bosh tortdi." Sunnat kerak emas deydigan odamlar bor. Qur'onda o'zi bilan kifoyalanamiz, sunnat kerak yo'q deydi. Shu odam dindan chiqadi. Sunnatda bor narsaga parvo qilmaydi, sunnat kerak emas deydi. Sunnat kerak emas degan, bu qadam bilasan payg'ambaring aytganini u gapni deb turadiganlar bor. Bu odamlar dindan chiqadi, birodarlar. Shuning uchun sunnatga ergashishlik siz bilan bizni yelkamizdagi birodarlar shart ish. Modomiki Alloh taologa muhabbatimiz chin bo'ladigan bo'lsa. Man yuti'ir rasula faqat ata Alloh va man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza. Alloh taolo aytadi Niso surasida, kimki payg'ambarga itoat etsa, demak Allohga itoat etibdi. Bizga Qur'onda o'zi yetadi deyotgan odam shu oyatni eshitsin. Muhammad payg'ambar nimani bergan bo'lsa olinglar, nimadan qaytargan bo'lsa qaytinglar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar uchun Muhammad alayhisolamning hayotida ibrat bor deb turibdi. Alloh buyuryapti, Muhammad alayhisolamga ergashdi. Demak, shuni sunnatiga ergashishimiz kerak. Endi kim kerak emas desa, shu oyatni inkor qilgan bo'ladi, dindan chiqadi. Rasulullohga bo'lgan itoat bu Allohga bo'lgan itoat. Rasulullohga bo'lgan osiylik bu Alloh taologa bo'lgan osiylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam havodan olib gapirmaganlar. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha. Alloh taolo aytayapti va u Muhammad alayhisalom o'z havoyi xohishi bilan so'zlamas, u faqat Alloh tomonidan payg'ambarga vahiy qilayotgan bir vahiy xolos. Bir ayol kelib Ibn Mas'ud roziyallohu anhuga aytdiki, siz qoshini terganlarni Alloh la'natlagan debsiz. Ha dedim. Men Qur'onni o'qib chiqdim boshidan oxirigacha. Ha, Qur'onda qoshini terganlar haqida so'z yo'q ekan-ku. Hozirgi gapda Ibn Mas'ud aytdi, Qur'oni Karimda "Va ma atakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu" oyatini topdingizmi dedi. Ya'ni Muhammad payg'ambar o'zi sizlarga ato etgan narsani olinglar, u zot sizlarni qaytargan narsadan qaytinglar deganini o'qidingizmi? Ha, o'qidim dedi. Demak, Muhammad alayhisalom aytgan narsani Alloh taolo aytgan bo'laveradi. Payg'ambarimiz la'natladimi? Qoshini terganlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tili bilan la'natlangan bo'lsa, demak Alloh taolo ham uni la'natlagan bo'ladi. Tushunarlimi? Birodarlar, Qur'onning juda katta qismini tushunishligimiz uchun sunnat kerak bizga. Qur'on nima? Qur'on bizi dasturul amal bo'lsa, sunnat uni sharhi. Ro'zani fiqhi, hajni fiqhi Qur'onda aytilmagan, umumiy aytib qo'yilgan. Haj qilinglar, ro'za tutinglar, zakot beringlar deb. Tushunyapsizmi endi? Qur'onni sharhlab beradi bizga sunnat. Kim sunnat kerak emas desa, bu odam dindan chiqadi. Hatto sunnatni masxara qilsa ham dindan chiqadi.